hali ko'mirchini sindi deganlar hali ko'mirchi singan yo'q. Hali biz bundan zo'rg'a erishamiz. Tojikistonda ko'mir biznesi nima bo'ldi? Sezon tamom bo'ldimi? Ya bo'lmasa nima bankrot bo'ldingmi? degan savollar juda ham ko'p keldi. Ha to'g'ri biz hozirgi kunda данное время Moskva shahrida turibmiz. Agar mana shu videoga bitta laykni bosingizlar, mana shu layk sizlarning qo'llab-quvvatlashingiz bizning harakat qilishimizga dalshi davom etadi. Mana shu videoning orqasiga polni xod hayotimda mana shu ko'mir biznesi nima bo'lganini tushuntirib o'taman. Ko'mir biznes Tojikistonda mana shu bilasizlar, menchalik hech kim ko'mir sotgani yo'q. Datavuz satdimki, bir porterchemmen, bir furam bor. 23 yil legenda, 23 yil olgan. Ko'mir biznes to'xtab qolgani yo'q. Ko'mir biznes dastikbor davom etyapti. Qayerdan? Mana ko'rishingiz mumkin. Mana shu videoda o'ylab ko'ryapsizlar. Mana shu ko'mir biznes haligacha davom etyapti. Shogirdlar qo'yilgan. Biz Moskvaga ko'pga kelmaganmiz. Men Moskvada bilasizlar, mana shu yerda uydagilarim yashaydi. Atam, yenimlar shu yerda. Maqsad 11 ay pashti 1 yil bo'lgan ekanki, men Moskvada yo'q edim. 1 yil bo'lgan ekan pashti. Şoğa prosta zerikdim. Maqsad ham pichi dam olish uchun mana shu Moskvaga kirib kelib, mana shu uydagilarning oldida shu yerda dam olib, u yoq bu yoq qilib, nasib qilmasa inshaalloh bir haftaning ichida biz qaytamiz. Ko'mir biznesimiz esa mana ko'rib turibsizlar, lishni kechaning o'zida 27 tonna qirg'iz ko'mir mana shu Qirg'izistondan o'tib, biz mashinamizga perekitga poni limchelib, u yoqdan bizga rasipnoy keladi. Biz shu mashinaga limchelib, mana shu o'zimizning mashinamizga keyin juklab olamiz-da. Juklab olib turib, promid, ko'mir, toza qirg'iz ko'mir. Hozirgi buni 30 gradus issiqda kimga sotamiz biz, ha? Mana shu issiqning kunida biz bu ko'mirni shashlikxona, nonvoyxona, restoran, stolovoy mana shunday joylarga sotamiz. Bizda metan degan gaz yo'q. Bizda xod ko'mir. Haligi shashlikxonaga borib, stolovoyga borib, "Ay, eksi kuskovoy apga bitta baranina, bitta kuskovoy. Ano говядина deymiz-ku. Ana shuni ayna men ko'mirmi pishirdi, men ko'mirmi. Tushundingizmi? Ana shu yetib turib, mana shu yerlarga beryapmiz. Dastavkasini qo'yganman men, dastavkasini qo'ygan. Va tamom territoriya Tojikiston. Panjdan tartib Qabadon Sharituzgacha. Sharituz Qabadondan tartib Vahdat Regargacha. Tursunzodagacha. Bu yoq esa Ko'llab, Farxor, Temurmalik, Vose, Dang'ara, Sargazangacha. Bu yoq Qo'rg'on, Kalxazobod, Jaloliddin Rumigacha. Bu yoq esa aytyapman-ku, Lenskiy rayon, Dushanbe, Yavan, hamma yerga. Lishni Yavanning o'ziga kecha nasib qilmasa inshaalloh 15 tonnani Yavanning, imga Yavan mening qo'limda-da, mana shu qancha nonvoyxona stolovoyi bor. Pol обеспечить qilaman. Keyin mana Dang'ara, Voseda, Temurmalikdagi birajonlar ko'mir aparishlarim agar ko'rib turgan bo'lsangiz, sargardonchilar, assalomu alaykum deyman. Nima deymiz jigarlar? Mana shu ko'mir ketyapti. Agar kimnidir maqsad nonvoyxonasi bor, yo nonvoyxona biznes boshlayman degan, yo bo'lmasa shashlikxonasi bor, qirg'iz ko'mir kerakmi? Aynan buni men Ali ko'mirchi. Mana shu pastdagi nomerlarga WhatsAppga yozsangiz mening o'zimga keladi. Promiydan telefon qilsangiz uyga boradi. Bu yoqda qiladi. Telefon qilasiz, alo qilasiz, bemalol ko'mir leboy yerga dastavkasi bor. Hozirgi kunda ko'mirning kirasi 3,5 somondan bo'layapti. Tak klientning tochkasiga borib tushguncha. Shu bil o'zingiz bilasizlar 6,5 so'mgacha ko'tarilib ketdi. Hozir esa 3,5 somondan uje uyingizgacha boryapti. Shuning jigarlar bemalol telefon qilasiz, hali ko'mirchini sindi deganlar hali ko'mirchi singan yo'q. Hali biz bundan zo'rg'a erishamiz. Emine mana shu ko'mir masalasi ne только Yavan, ne только mana shu Dang'ara Ko'lab tomonda. Biz mana shu nonvoyxonani egallayman degan niyat qilganman. Agar hozir примерно qo'limda bir 35 ta nonvoyxona bor, 35 ta degani.